Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Ogoh bo'lingizlar. Bu firibgarlar endi mani Uzum Market degan Telegramda guruh ochib, menga yozyapti. Bunga ancha kun bo'lib ketdi, javob yozganim yo'q. Nima deb yozganlarini o'qib ko'rsataman hammaga. Manager 04003 shunaqa yozilgan. Birinchi menga salom. Siz maoshingizni talab qilish uchun keldingizmi? Yo'q. Hozir bu emas. Birinchisi bu ekan. Uzum Shopda birinchi menga salom deb yozdi. Men ham salom deb yozdim. Keyin men yozgan: assalomu alaykum, men Uzum Marketda ana heri sizni nomeringiz tasodif tanlandi. Xo'p, tanlangani uchun shu yerdaman. Men Uzum Marketda yarim kunlik ish ta'rif qilaman. Siz ham har kuni qo'shilib pul ishlashni xohlaysizmi, deyapti. Yana qisqasi bittadan shart bajarib 20 mingdan 150 minggacha. Men ha deb yozdim. Keyin menga yozganlarini nomi yoshi davom ettirasizmi, deyapti. Davom etkizaman deyapman. Ismimni so'rayapti, yoshimni so'rayapti, yozganman. Alisher, 28 yoshda, Alisher. Keyingi vazifani davom etkazing, deyapti. Keyin bitta joyga e'tibor beringizlar. Bu yerda link tashyapti. Mana shu linkka iloji boricha bosmaslik kerak. Men linkni bosganim yo'q. Agar kimda kim linkni bosib shu hisobidagi pullar, misol uchun plastik kartam olingan, shu plastik kartamdan pullarni yechib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu havolani bosganim yo'q. Undan keyin havolani bosinglar, deyapti. Uzum Marketga o'tib, mana shunaqa yurakchani ustiga bosib, yashil rang, shuni screenshotni menga tashlang, deyapti. Buni ustiga bossalaringiz, o'zi men bosib ko'rganim yo'q, bosishni tavsiya ham qilmayman. Bosganlar xo'p, hujumga uchrashi mumkin. Shuning uchun men bosmadimdagi nima qildim? Shunday rasm jo'nating, deyapman. Uzum Market bor. Uzum Market borligi uchun o'zim kirib, men shuni boshqa rasmni va ptichkani bosib screenshot qilib jo'natdim. Ajoyib ish. Endi ajoyib ish, deyapti. Endi maoshingizni o'tamiz, deyapti. Maoshingizga o'tamiz, deyapti. Xo'p, menejerlar maoshingizni qayta ishlab shu